Maur haqida agar savollar beriladigan bo'lsa javobim yo'q. O'zi Mourinyo'ni Realga qaytishi men uchun bir nonsens bo'ldi. G'alati qabul qildim. Misol Xabi Alonsoni ko'rdik-da yaqinda, qanaqa ambitsiyali, yosh va sxemalari ham o'zgacharoq bo'lgan, futbolchilarni ham o'zining falsafasiga sekin-sekin singdirayotgan murabbiyni ko'rdikda, zamonaviy murabbiyni ko'rdikda. Ortidan mayli Arbelova bu navbatchi murabbiy edi. Yana shunaqaroq va bundan ham yaxshirog'ini kelishini kutganingizda aytilgan qo'shiq kelsa g'alatida va u aytilgan qo'shiq jangovorlik haqidagi qo'shiq. U tinchlik payti aytiladigan qo'shiq emas. Futboldan tashqaridagi narsalarda ko'proq agar Maur haqida gapiradigan bo'lsak, uning futbolchilarga beradigan motivatsiyasi, futbolchilarning jangovorligi, jismoniy tomondan futbolchilarni otga aylantirishi, matbuot anjumanlarini yondirib berishi, qirq pichoq. El Klasiko janjal bo'lar. El Klasikoda yana bir narsalar bo'lib ketar, lekin bu bilan ish bitarmikin-da. Hozir Barselona futbolchilari oldingi Barselona futbolchilari kabi ham emasda. Sal boshqacharoq. Ular asosan ispaniyalik futbolchilar, liderlari ham ispaniyalik futbolchilar, Rodri ham ispaniyalik futbolchi. Bular konfliktga yurishmaydi. Ular provokatsiyaga uchishmaydi. Va bu paytda Mourinyoning mana shu istalgan uslubi foyda keltiradimi yoki yo'qmi degan savol bor o'zimda. Misol uchun Maur haqida agar savollar beriladigan bo'lsa javobim yo'q. Uni endi hozir tuzayotgan futbol haqida nima deyish mumkin? To'g'ri, misol uchun himoyaga baquvvat futbolchilar olib kelindi. O'sha Maurning uslubiga, Maurning taktikasiga, Maurning yondashuviga mos tushadigan futbolchilar kelganligini ko'ryapmiz. Kukurella keldi. Mana shu Kukurella transferini ham men faqatgina Real chap qanotni kuchaytirish niyati ekanligi bilan izohlayman xolos. Ya'ni Mourinyo'ni shunday sahnadan olib tashlasangiz ham, ishoning, chap qanotga Kukurellani olib kelsa, nima ish qilishini taxminan bilasiz, bo'ldi. Ya'ni Mourinyo tufayli Kukurella kelib qoldi deya olmayman. Mourinyoning qanaqadir futbol falsafasini to'ldirgani uchun, shuni ustida ushlash uchun keldi deya olmayman. Hech qanaqasi unaqa sabab keltira olmayman. Chunki Kukurella Ispaniya terma jamoasida ham qanday o'ynayotganligini ko'ramiz. Kuku shunaqa futbolchiki, istalgan jamoaga, istalgan uslubga tushib ketadigan futbolchi.